Bu videoda meni nevrozga olib kelgan holatlar, qanday qilib nevrozdan qutulganim, bu yo'lni qanday bosib o'tganim, hammasi haqida siz bilan gaplashmoqchiman. Bu yo'l oson bo'lmadi, deyarli 10 yilni o'z ichiga oladi va meni nevrozga olib kelgan eng katta narsa bu mening xarakterim, dunyoqarashim, munosabatim, hayotga nisbatan qarashlarim edi. Men o'zi tabiatdan, yoshligimdan juda ham ta'sirchan, tez urishib, tez yarashadigan, xolerik, melanxolik inson bo'lganman va bu narsa meni atrofdagilarning qo'sh-qovog'iga, gap so'zlariga, men haqimdagi fikrlariga, qanday qilib munosabatda bo'lishimga juda ham katta ta'sir qilgan. Doimo insonlar men haqimda nima deb o'ylashlari, nega bunday munosabatda bo'lishlari meni juda ham qiziqtirgan. Bu narsa men katta bo'lib, turmushga chiqib, o'zga xonadonga kelin bo'lganimda, u yerdagi shart-sharoit, insonlarning gap-so'zlari, er-xotinlik munosabatlari, hamma narsa menga og'irlik qilib, juda ham ko'p o'ylashlarim, hamma narsaga ularning emas, aynan mening munosabatim, turmush o'rtog'im bilan kelishmovchiliklar, meni kutuvlarim, kutgan narsalarim o'zini oqlamasligi, hammasi meni bora-bora nevrozga olib keldi. Achinarlisi, men tanamda bo'layotgan, ruhiyatimda bo'layotgan oylab qayd qilishlar, ichim ketishi, o'z-o'zidan bostirib keladigan qo'rquv, ter bosish va shunga o'xshagan juda ham noxush hislarni nima ekanligini bilmaganimda edi. Oilamdagilar bilan juda ham ko'p shifokorlarga murojaat qilibmiz, lekin nerpatolog va psixiatrga borish hech kimning xayoliga kelmagan. Va meni issiq sovuq qilib qo'ygan, o'limga o'qitib qo'yilgan, jin kirib qolgan, aqldan ozib qolgan, o'zi bir narsalarni to'qiyapti, eri bilan yashagisi kelmayapti va shunga o'xshagan juda ham ko'plab bo'lar bo'lmas noto'g'ri narsalar meni rostdan jinni bo'lib qolsamchi, farzandim kimda qoladi, o'lib qolsamchi degan vahima xurujlari, panicheskaya ataka deyiladi, mana shu narsaga olib keldi. Ota-onamning, yaqinlarimning duolari, xo'jayinimning qo'llab-quvvatlashlari va duolarimda juda ham ko'p shifo so'radim va bitta farzandimni yo'qotganimdan so'ng ikkinchi farzandim dunyoga kelganida mana shu go'dakka qarash, butun mas'uliyatni bo'ynimga olish va nima uchun men bunday kasallikka yo'liqdim, nima qilsam tuzalaman degan narsalar bilan qiziqish meni juda ham ko'p nevroz to'g'risida o'ylashga, duolarimda so'rashga olib keldi. Allohning izni bilan menga shunday ilmlar, shunday yaxshi shifokorlar yo'liqishdiki, men hayotda nevrozsiz yashasa bo'lishligini va bu narsalar umuman qo'rqinchli emasligini, hayotda ilm orqasidan juda ham ko'p yutuqlarga erishish mumkinligini, ya'ni inson o'zini nima xohlayotganini bilsa, bu yo'llarni bosib o'tishi osonligini anglab yetdim. Va sizga ham bu kanalda o'zimning bosib o'tgan yo'limdagi, o'zim qo'llagan texnikalar, menga yordam bergan texnikalarni siz bilan bo'lishib boraman. Men sizga va'da bera olmayman. Hayot bu stresslardan iborat. Gohida qo'rqamiz, gohida xavfga duchor bo'lamiz, gohida o'zimiz xohlamagan yo'llardan yurishimizga to'g'ri keladi. Yaqinlarimizga suyanamiz, vahima qilamiz. Lekin ishoning, bizni munosabatimiz o'zgarar ekan, hamma narsa o'zgaradi. Nevroz bu hayotga nisbatan munosabatimizni o'zgartirish xolos. Sizni ham qo'lingizdan keladi. Va ishoning, bu kanalda sizga men faqatgina qo'llab-quvvatlash emas, yaxshi gaplarni emas, aynan ilmiy isbotlangan, chet el adabiyotlarida yozilgan va insonlarni shuncha yillardan beri nevrozdan qutulishlariga Allohning izni bilan sabab bo'layotgan texnikalarni berib boraman. Doimo duo qiling, duolarimdasiz. Doimo ko'nglingiz xotirjam, tanangiz va ruhiyatingiz sog'lom bo'lsin. Hali siz bilan bu yo'lda bosib o'tilgan juda ko'p voqealarni, juda ko'p narsalarni gaplashamiz. Allohning izni bilan boshladik.